Bugungi videoda men Minecraftning klon versiyalarini o'ynab ko'raman. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda men videoni boshladim. Mana do'stlar, birinchi o'yinimizga kiryapmiz. Bu o'yinning nomi Building Dragon ekan. Mana do'stlar, o'yin kirib oldi. Bu o'yin Minecraftdan sal boshqacha ekan. Mana Create New deb bosamiz. World yaratishga kreativga o'tkazib olamiz. Connecti normalda easy ga o'tkazamiz. Endi karta yaratamiz. Mod qo'shsa bo'lmaydi ekan bu o'yinga. Kiryapti, shu joyini qirib qo'ramaslarga. Mana do'stlar, o'yinimizga kirib oldi. Bu o'yin normal ekan, bir so'z bilan aytganda. Do'stlar, tuxumlarni sinab ko'ramizmi? Hozir men jitel tuxumini olib kiraman. Inventariga kirib, jitel tuxumini istash kerak. Jitel tuxumi qani endi? Jitel, ha, mana jitel tuxumi. O'zimiz Minecraftga zo'r ekan o'z jitillari, a? Endi do'stlar, men obsidian bilan portal qurib ko'rmoqchiman. Portal ishlaydimi bu Minecraftda yoki ishlamaydi? Yondirgarga shu yerda bo'lish kerak. Mana yondirgarga hozir portalni qurib videoda yoqaman. Mana do'stlar, yoqib ko'rdik. Portal ishlaydi ekan bu Minecraftda. Yaxshi, zo'r Minecraft ekan. Oddiy Minecraft bilan bir xil. Endi do'stlar, men bloklar olib kiraman. Bloklar oddiy Minecraft bilan bir xilmikan? Yo'q, g'alatimikan? Do'stlar, bu Minecraftda telefon qutisi odamlar yuklab olsa bo'ladi. O'yin nomini boshida aytdim. Olmosni qo'yib ko'ramiz, zumradni qo'yamiz. Qayoqqa qo'yib oldik? Mayaqqa qo'yamiz. Oltin blokni qo'yamiz. Normalniy bloklar ekan. Men bu Minecraft telefon qutisiz odamlarga maslahat beraman. Do'stlar, men bu Minecraftga 10 dan 10 qo'yaman. Do'stlar, mana keyingi Minecraftga kiryapmiz. Bu Minecraftning nomi Minecraft ekan. Do'stlar, mana bu o'yinga kirib oldik. Endi play deb bosamiz. Create new world. Endi kreativga o'tkazamiz. Connecti deb bosamiz. Endi easy ga o'tkazsam, mod qo'ysa bo'lar ekanmi bu Minecraftga? Mana resource pack, behavior pack. Bemalol bu Minecraftni tortib, kayf qilib o'ynasanglar bo'ladi. Endi kreativ bosib bu o'yinga kirib olamiz. Do'stlar, mana trail oldik. Endi buni narsalarni ko'rib chiqmasam, baho qo'ya olmayman men, bilasizlar. Do'stlar, inventariga kirib, damlama va tuxumlar olishimiz kerak. Damlama. Biz damlama va tuxumlar olamiz. Hammaga aytib bo'ldim, yana aytib eshitmaganlarga. Damlamani olamiz. Tuxumlar kerak. Tuxum kerak. Tepada ko'rdim. Tepaga qilamiz. Bu kitoblar, bu damlamalar. Mana tuxumlar. Endi Revenger tuxumini olamiz. Vex'ni Revenger'dan olamiz. Pillager'dan, Phantom'dan, Zombie Villager, Demonot, nima bu? Trader ekan. Moto'g'a bu moto'g'a. Tanimabman tog'a. Bu Pillager. Revenger. Hozir do'stlar 1 minut. Ko'zi qonga to'lgan golemga qarshi ko'zi qonga to'lgan Revenger kim yutadi do'stlar? Kommentga yozamiz. Ko'zi qonga to'lgan golem yaxshi qo'yashyapti. Ko'zi qonga to'lgan Revengerda qo'rdi. Bizda ko'zi qonga to'lgan golem, ko'zi qonga to'lgan ekan golemda. Do'stlar, bu Minecraftga men 10 dan 10 beraman. Chidasa bo'ladi bu Minecraftga. Bu Minecraftga mod qo'shsa bo'ladi. Bemalol telefonni kuchsizlar tortib o'ynasa bo'ladi. Mana do'stlar, ikkinchi o'yinimizga kirib oldik. Bu o'yinning nomi Bedwars ekan. Ko'rinib turibdi Bedwars'ligi nima? Menga o'rgatyapti. O'qib tashlayman bu o'yinni. Tushuntiraman, loy oltinni oldik. Mana bosdik. Blok ham oldik. Bitta oltin ekan, olamiz. Endi ketdik, mana deyapti. Yopamizmi yotadi? Mana bordik. Bordik. 100 ta qo'ydik. Blokimizni 100 ta bosdik. Tepaga bosamiz. Endi bu yoqqa bo'ldi. Easy. Menga o'rgatyapti bu boy. Bordik. Endi mana blokni bosishni ko'rsatyapti. Bosdik. Mana uni bosdik. Bo'ldi. Nima qilib havoga qo'yapti bloklarni? Havoga qo'ydik. Bo'ldi. Easy. Orqaga qayt deyapti. Yana nima bor?
Ha, bo'ldi, urushyapti Moloy bilan. Hozir yoyib tashlayman-da. Ha, kelloy. Qizillarga hujum qilamiz. Gold nima deyapti? Oltinni ol deyapti bu. Qani? Do'stlar, qizillar bazasiga keldi. Endi yo'talni sindiramiz. Xunna loy bor ekan, shuni oldiga borib yoyib kelamiz. Yoydi. Ruhi chiqib ketdi. Joylaring jannatda bo'lsin. Ketdi, bizga farqi yo'q. Endi bu o'yinga 10 dan necha qo'yasizlar desanglar, men bu o'yinga 10 dan 9 qo'yaman. Nimaga desanglar, yomon ko'p tushuntirar ekan, brat. Menimcha bugungi do'stlar, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'linglar. Sizlar bilan Narkoz kanali bo'ldi. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.